Всем привет! Мы находимся в Израиле, город Иерусалим. Всем христианам желаю счастья, добра, здоровья и желаю побывать в храм Гроб Господне. Самое святое место для христианов. Хотя бы один раз в жизни. Но у меня менталитет, национальность, религия другое. Но хотелось вам такой сделать видео. Не знаю, насколько хорошо получилось у меня видео. Ну, очень хотелось сделать такой красивый видосик. Спасибо за внимание. Добро. Salom do'stlar, biz Isroil davlati Yerusalimdamiz va hozir sizlarga xristianlarning eng muqaddas joyi Храм Гроб Господня deb yozishgan. Endi o'zbekcha переводini bilmadim. Sizlarga shuni ko'rsataman. Mana shunaqa yo'laklar orqali borishadi. Oldingi safar kelganimda shu yerda bir arab yigit bolasi menda qahva, suvda bilan mehmon qiluvdi. Telefonimni ham shu yerda zaryadga qo'yib oldim. Mana shu bola bo'lsa kerak. Hozir buni yoniga ham boramiz. Bu yoqqa kirib sizga videolar chiqaman. Mana buning tashqi ko'rinishi. Hozir qurilish jarayonlari ketyapti. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Ichkariga kirganingizda mana shunaqa ko'rinishga ega. Let me show you guys a little bit and then you can walk around. Payg'ambarimiz qo'shga qo'shgan va qo'shni tushirishgan joylari tosh ustiga qo'yishadi va mana shunaqa g'ormi endi bu toshlik orasiga qo'yishadi. Shu toshning xristianlar uchun o'ta muqaddas kamin pomazoniya deyishadi. Originali buni pastida turadi, buni o'zi ustiga qo'yishgan o'zlari. Adashmasam shunaqa deb eshitdim. Ben kishini Ariol Reshkada ko'rganman, musulmon bo'lishi kerak. Men eshikni ochib yopadigan 8 yilmi 9 yil oldin chiqqan kim eslagan bo'lsa ko'rish mumkin Ariol Reshkada. Bu yerda mana pожертвование qilishyapti, shamlar yoqishib. Xristian dinida tushunchami? Yo'q, ozgina bor. Shunaqa. Bu yer ham shu qanaqadir muqaddas joy bo'ladi. Kim bo'lsa kommentariyada yozib keting. Do'stlar, o'zi primo efir qilmoqchi edim. Hozir bu yerda aloqa yaxshi emas, ya'ni antena yaxshi emasligi uchun video olib qo'yapman. Mana shunaqa ko'rinishga ega Храм Гроб Господня yo'ldan nur tushib turar ekan yaqqol ustiga. Bu ham qanaqa